Bizning bir qarindoshimiz chet elda dunyodan o'tib qolgan. U kishini samolyot orqali Toshkent aeroportiga olib kelingan. Shahar skoriylariga murojaat qilganimizda ular shaharlar aro mayit tashishni amalga oshirmasligini aytishgan. Xususiy skoriylarga murojaat qilganimizda ularning narx-navosi ancha qimmat bo'lgan. Keyin endi hali mayitni ko'mish jarayonlari bor. Shuning uchun biz arzonroq yo'lini izlash maqsadida boshqa transport vositasi topolmaganimizdan uni yuk mashinasiga ortib grobni Samarqand viloyatiga jo'natib yuborganmiz. Bunday xizmat turi borligi haqida odamlarning o'zi ko'pchiligini xabari yo'q. Biz ham bu xizmat turini Sankt-Peterburgda o'qigan paytimizda o'sha yerda ko'rganmiz. Yengil mashinalar, kichkina malolitrashka mashinalar bilan ular mayit tashish va bemor tashish jarayonlarini amalga oshirayotganini ko'rganmiz va o'sha qarindoshimizning dunyodan o'tganligi va uning tashish jarayonidagi bizdagi qiyinchilik shu ishni boshlashimizga turtki bo'lgan deb hisoblasak ham bo'ladi. Hozirgi kunda internetda ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlarda reklamalarni ko'rib qolishingiz mumkin. Hozirgi kunda bu ish sekin asta ommalashib bormoqda. Bu ishni amalga oshirayotgan odamlar hozirgi kunda xalqni qiyin kunida ularni qiyinchiligiga dalda bo'lib, ularga bir malham bo'lib yordam ko'rsatish ishlarini amalga oshirishmoqda. Bemor tashish jarayonida biz yonimizga bitta sherik olamiz. U sherik haydovchi bo'lmaydi. U haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan feldsher bo'ladi. Transport vositasini boshqarib ketayotganimda yonimdagi feldsher bemorga tibbiy yordam ko'rsatib, uni ahvolidan xabardor bo'lib ketadi. Bitta haydovchini o'ziga uzoq masofaga borib qaytib kelish og'irlik qiladi. Biz esa feldsher bilan birgalikda galma-galdan bemorga qarab, galma-galdan transport vositasini boshqarib, eson-omon shu bemorni joyiga yetib borishga ko'maklashishga harakat qilamiz. Shaxsan o'zim guvoh bo'lgan bir mayit tashish jarayonini aytib beraman sizga. Perevozkaga chiqqanimizda, ya'ni tashish ishiga chiqqanimizda, undan oldin transport vositamizni tamomila ko'rikdan o'tkazib, o'shanga tayyor bo'lib chiqamiz. Lekin shunday holat bo'ldiki, bir mayitni olib ketyapmiz. Yo'l-yo'lakay bir necha marotaba balon yorilib ketdi, diski qiyshayib ketdi, mashina buzilib qoldi. Biz ancha vaqtimiz shu mashinani tuzatishga ketdi. Keyin biz endi uydagilari ham, mayitning atrofidagi qavmi qarindoshlari ham ko'ngliga olmasin u, lekin biz baribir so'rashga jur'at qildik. So'radik, bu kishi o'zi kim bo'lganlar, nima ish qilganlar, qanday hayot kechirganlar deb so'rasak, u kishining hayotlik tarzlarida juda ko'p shariatimizda taqiqlangan ishlar yoki bo'lmasam ko'p gunoh va ma'siyatli ishlar qilganliklarini o'g'illari aytib berdilar, afsus bilan. Ammo lekin otalari bunday bo'lishiga qaramasdan, o'g'illari ancha iymonli, din-diyonatli inson ekanlar. Otalarining haqlariga duo qildilar. Yana men bilmadim, bandachilik bilan aytayapman. Alloh o'zi har bir bandasini qilgan gunohlarini kechirguvchi zot, u kishiga ham oxiratda o'zini rahmati va mag'firatini yog'dirsa ajab emas. Mashinani mana ichki abzori shunday holatda. Bu yerda katalka qo'yilgan. Katalka bemorni bemalol yotib ketishi uchun maxsus sharoit hisoblanadi. Bu katalka tushadi. Oyoqlari bor, g'ildiragi bor. Ya'ni ortiqcha kuch sarflab bemorni u yoqdan bu yoqqa ko'tarib yurish shart emas. Katalkani o'zini g'ildiraklari bilan u tushadi. Ma'lum bir joyga olib boriladi deyarlik, MRTga yoki rentgen biror tekshiruvga olib boriladi, yana qaytarib shifoxonaga olib borib qo'yish kerak. Mana kiritish jarayoni bunday bo'ladi. O'zini maxsus ikkita ruchkasi bor. Olib boriladi. Bitta ruchka tortiladi, ikkinchi ruchka tortiladi. Kirib katalka joylashdi bemor bilan birgalikda. Bu sumkamiz, tez yordam sumkasi hisoblanadi. Buning ichida bemorni uzoq masofaga olib ketish uchun maxsus barcha dori-darmonlar qilingan. Bu yerda mana og'riq qoldiruvchilar, qon bosimini tushiruvchilar, qon bosimi tushib ketsa uni ko'taruvchilar,
Xullas, bemorni A nuqtadan B nuqtaga eson-omon tashib borish uchun qilingan barcha zaruriy shart-sharoitlarimiz mavjud. Faoliyatimdagi o'zim uchratgan eng xunuk, achinarli holatlardan bittasini aytib beraman. Bir yigit chet elga o'qishga ketyapti, yaxshi niyatlar bilan. Talabalar hammasi kechqurun birlashib kechki sayrga chiqishyapti va ular elektrosamokatni arendaga olishyapti. Bolani bo'yi 1.90, vazni ancha yuqori. Endi u o'sha samokatni minyapti va yuqori tezlikda, katta tezlikda boshqaryapti. Va samokatni bilamizki, baloni juda kichkina. Old baloni yo'ldagi bitta chuqurchaga tushib ketyapti va bemor rikoshet bilan uchib ketib, borib yo'l chetidagi bordyurga urilyapti. Bordyurga urilganda miya qopqog'i ochilib ketyapti va miyaga massiv subarachnoidal qon quyilishi bilan u ochiq bosh miya jarohati bilan Belarusiyada Minsk shahrida shifoxonaga tushyapti. U yerda uni boshini operatsiya qilinyapti. Qon bilan bo'kib qolgan miyaning ma'lum bir qismi olib tashlanyapti va bolaning boshiga qarasangiz, xuddi bir cho'mich bir narsani olib tashlagandek chuqurcha holati bo'lib qolgan. Endi bola vazni keskin kamayib ketgan, 40 kilogramm vazn yo'qotgan. Unga og'zidan shilanga tiqib qo'yilgan va atala holatiga keltirilgan ovqat bilan oziqlantirilyapti. Zo'rg'a nafas olib turibdi. Ikkita qo'li va ikkita oyog'i markaziy tipdagi shollik tufayli tortishib, burishib qolgan. Na gapira oladi, na siz gapirsangiz ovozingizni tahlil qila oladi. Mana shunday bir holatga tushib qolgan. Shu yerda bir yoshlarimizga tavsiya ham berib ketaylik. Elektrosamokat, elektrovelosipedlardan umuman olganda hech qanday transport vositasidan yuqori tezlikda foydalanmaslikni tavsiya qilamiz. Foydalangan taqdiringizda ham albatta xavfsizlik choralarini ko'rishingizni, yo'lni qoplamasini inobatga olib, atrofda odamlar bor yoki yo'qligini, umumiy xavfsizlikdan kelib chiqqan holatda foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Respublika hududida mashinada bemor tashishni aytib o'tdik. Endi samolyot bilan bemor tashishni aytib o'tmoqchimiz. Real voqeani aytib beraman sizga. Toshkent tibbiyot akademiyasining 2-klinikasidan bemor chiqyapti. Bemor ikkita son chanoq bug'umi operatsiya bo'lgan, sun'iy bug'um qo'yilgan. Ular Nukusga qaytib ketish kerak. Samolyotga bilet olishgan. Ikkita bilet olishgan. Va bizni chaqirishyapti, aeroportga yetib berishimizni iltimos qilishyapti. Biz aeroportga yetib beryapmiz. Undan oldin biz aytayapmiz ularga, biletingizni ko'rsating dedim. Biletini ko'rsatishdi. Qarasam, bileti noto'g'ri olingan. Men aytdimki, sizni bemoringiz yotoq holatida. Siz o'tirib ketadigan bilet olibsiz. Biletga wheelchair yozilgan, ya'ni invalidniy kolyaska yozilgan. Sizni bemoringizni hozir samolyotga mindirmaydi dedim. Ular aytdiki, siz olib boravering, mindiradi dedi. Xo'p dedik, olib bordik. Ular aytdiki, yo'q, bu bemor samolyotga mindirilmaydi. Chunki samolyotda bortida shifokor yo'q, bunga yordam beradigan odam yo'q. Bu og'riqdan bezovta bo'lishi, tepaga chiqqanda umumiy ahvoli og'irlashishi mumkin. Siz yotoq o'rin olishingiz kerak edi deyishdi. Yotoq o'rin qanday bo'ladi? Aeroport ma'muriyatiga boriladi. Bilet sotib olishdan oldin bemorning umumiy ahvoli tushuntiriladi va bizga yotib ketishi uchun sharoit qilib bering deyiladi. Ba'zi reyslarda yotib ketish uchun sharoit bo'lmaydi. Ba'zi reyslarda yotib ketish uchun sharoit maxsus tayyorlaniladi. Ular 2-3 kun oldin boradida tushuntirishadi. 2-3 kun davomida maxsus joy tayyorlaniladi bemor yotib ketishi uchun. Va aynan o'sha reysni bileti bemorga beriladi. Buning uchun bemorning qarindoshlari 4 ta bilet sotib olishiga to'g'ri keladi. Ya'ni 3 ta bilet bemorning yotib ketishi uchun joy band qilinganligi va bitta bilet uni kuzatib ketuvchi uchun olinganligi bo'ladi. Shunda umumiy hisobda 4 ta bilet olinadi. Bemorga 3 ta samolyotning kreslosi olib, yotib ketuvchi joy qilinadi va uning yoniga kuzatib ketuvchi uchun alohida bitta bilet olinadi. Ko'pincha uzoq masofalarga bemor tashish bilan shug'ullanamiz va
katta trassada bo'ladigan sharoitlardan ba'zi haydovchilarimizga iltimoslarimiz va tavsiyalarimiz bor. Trassada bilasizki, tez tibbiy yordam albatta chap tomondagi palasani, ya'ni ikkinchi palasani ushlab oladida bir xil tezlikni ushlab harakatlanadi. Bu nima uchun? Chunki tez tibbiy yordam mashinasini ichida bemor bo'ladi. Uni ahvoli og'ir bo'lishi mumkin, operatsiyadan chiqqan bo'lishi mumkin. Unga ozgina mashinani harakati yoki bir yamaga tushishi yoki dukur-dukur qilib o'tib ketishi kuchli og'riq holatini vujudga keltirishi mumkin. Ba'zi shopirlarimiz biz tez yordam mashinasi bilan ketyapmiz, migalka yoniq, sirena yoniq. Lekin ular bizni tezligimizga qanoatlanmay orqadan kelib margat qilaverib, signal chalaverib bizni o'ng palasaga o'tib unga yo'l berishimizni talab qilishadi. Biz o'ng palasaga o'tamiz desak, u yoqdan yuk mashinalari o'tgan, yuk mashinalar asfaltni qaynatib, uni yo'l qoplamasini notekis holatga keltirib qo'ygan. U yoqdan biz bemorni olib o'tamiz desak, mashina sakraydi, bemor kuchli og'riq his qiladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, tez yordam mashinasini ko'rdingizmi, ma'lum bir tezlikda ketyaptimi, uni iloji boricha o'ng palasadan bo'lsa ham aylanib o'tishingizni tavsiya qilgan bo'lar edik. Chetdan xalqaro mayit tashish jarayoni shunday bo'ladi. Albatta mayit sinklangan, ya'ni ruhlangan temir idishli grobga solinadi. U temir idishli grob keyin taxta idishli grobning ichiga solinadi va u samolyot yoki poyezd orqali tashilishi mumkin. U yerda albatta sud tibbiy ekspertiza xodimlari, u yerning ichki ishlar xodimlari, u yerning maxsus xizmat, davlat xavfsizlik xizmati xodimlari o'sha groblash jarayonida o'sha yerda ustida turishadi. Maxsus hujjatlarni berishadi. Maxsus hujjatlar bilan keyin u samolyotga ortiladi. Samolyotga ortilgandan keyin u Toshkent xalqaro aeroporti kargosiga keladi. Kargosiga kelganda mana shu reys bilan shunday gruz 200 keldi deb hujjatlar taqdim qilinadi. Ular o'sha grobni olib chiqib berishadi. Biz sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun u grob qanday bo'lishini biz amalda ko'rsatib berishni niyat qildik. O'zimiz shu ishning ichida yurganligimiz uchun o'zimiz yasagan, shunga o'xshatib bir namuna sifatidagi grobni hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir buni ichida mayit yo'q. Tasavvurga, umumiy tasavvurga ega bo'lishingiz uchun. Mana buni ichi ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi mana. Ichi ko'rinishi. Bu faneradan, maxsus faneradan tayyorlaniladi. Bu o'zi yengil. Buni ichiga sinklangan, ya'ni xromlangan metaldan yasalgan grob bo'ladi. U og'zi kavsharlanadi. Maxsus mix bilan qoqiladi. Bu hozir qoqilgan mixlarimiz oddiy mix. U archasimon mix bo'ladi. Ya'ni qoqilgandan keyin qaytib chiqmaydigan mix hisoblanadi. Aeroport orqali bizga keladi. Biz uni mashinamizga maxsus joy tayyorlab qo'yganmiz. Shu mashinaga grob ortiladi. Buni vazni yuqori bo'lganligi uchun aeroportdan o'zlari kara bilan chiqarib beradi. Avtokara. Shu avtokara ko'tarib olib keladi, buni ichiga ortadi. Biz naryoqdan tortib olamiz va uni maxsus mana bu iplar bilan bog'laymiz. Haydovchini bosib qolmasligi uchun, yo'l transport hodisasi vujudga kelmasligi uchun u grob bog'lanadi. Uning uchun mana maxsus shu grobning dastaklaridan foydalanadi. Bu videoni ko'rib bu odam faqat mayit yoki bemor tashirkan degan xulosaga kelmasligingizni so'rayman. Meni o'zi asl soham shifokorlik. Men vrach, psixiatr, seksopatolog shifokor sifatida bemorlarni davolash bilan shug'ullanaman. Lekin bu ish yuqorida aytib o'tganimdek ba'zi turtkilar sababli. Chunki bu o'sha aholiga, shunday qiyin vaziyatdagi odamlarga yordam bo'lsin degan maqsadda buni yo'lga qo'yganmiz. Asosiy ishim Toshkent shahar tez tibbiy yordami maxsus psixiatrik brigadasida shifokor, psixiatr, narkolog sifatida ishlayman. Va xususiy shifoxonada shifokor, psixiatr, seksopatolog sifatida ishlayman. Bu esa mening 3-darajali ishim hisoblanadi.